Alipay programmasini oxirgi versiyasini sizlarga ochishni tushuntiraman. Alipay programmasi ham o'zini versiyalarini kundan kunga yangilab boryapti. Shuning uchun sizlarga eng oxirgi versiyasini ochishni tushuntirib o'taman. Bundan buyog'iga qat'iy kirmoqchi bo'lsam, nimalarni bosmoqchi bo'lsam, chizib ko'rsataman. Sizlar xuddi shu chizgan joylarimni bossanglar, sizlarda ham hech qanaqa muammosiz Alipay programmasi ochiladi. Ishimiz bilan bizda shunaqa okno ochiladi. Bu yerdan shu tugmani bosib o'ramiz. Bosganimizdan keyin bizga davlatlarni chiqazib beradi. Bu davlatdan biz o'zimiz ishlab turgan davlatni tanlashimiz kerak. Biz hozir O'zbekistondamiz, degan O'zbekiston davlatini tanlaymiz. Siz shunaqa okno ochiladi. Bu yerdan shu tugmani bosib o'ramiz va registratsiya qismiga olib o'tadi. Bu yerdan 86 raqamini ustiga bossak, bizga davlatlarni chiqazib beradi. Bu yerdan pastroqqa tushadigan bo'lsak, O'zbekiston davlat turibdi. U harfida biz O'zbekiston tanlab qo'yamiz. Tanlaganimizdan keyin bu yerda buni bizning davlatimizning kodi chiqib keladi. Yoniga biz telefon raqamimizni kiritib, sign up tugmasini bosib o'ramiz. Bosganimizda xuddi shu narsa chiqib keladi. Bu yerda shu tugmani bosib o'ramiz va bizga shunaqa savol beradi. Bu yerda qush ko'rsatilgan, qiyshuv qo'ng'ir qilib biz bu yondagi qushni ustiga bossak, qush o'zgaradi. Shuni biz bitta yaxlit rasmga keltirishimiz kerak. Keltirganimizdan keyin bizga telefon raqamimizga SMS kod keladi va shu SMS kodni kiritsak, bizda Alipay ochiladi. Agar mabodoga SMS kod kelmasa telefon raqamingizga, sizlar email Google akkauntingiz orqali kirishingiz mumkin. Buning uchun mana shu tugmani bosib o'ramiz. Shunaqa okno ochiladi. Bu yerga biz Google akkauntimizni kiritamiz va shu tugmani bosib o'ramiz. Keyin bizning kiritgan Google akkauntimizga SMS kod keladi. SMS kodni kiritamiz. Kiritganimizdan keyin bizda shunaqa okno ochiladi. Bu yerga biz kod qo'yishimiz kerak. Kodda 8 dan 20 tagacha bo'lgan son qatnashishi kerak va bittagina bo'lsa ham harf qatnashishi kerak. Deganimizda bizda avtomatik shunaqa oyna ochiladi. Bu yerdan biz shu tugmani bosamiz. Bu bizga programmaning tilini o'zgartirib beradi. Menga rus tili qulay. Shuning uchun davlatlanishdan men rus tilini tanladim. Tanlaganimizdan keyin bizning programmamiz shu tilga moslashadi va shu qismiga o'tib, bu yerdan biz nastroyka bo'limiga o'tamiz. O'tganimizdan keyin shu qismiga kiramiz. Kirganimizdan keyin bizda shunaqa narsa chiqadi. Bu yerdan biz birinchi bo'limini bosamiz. Pasportimiz orqali biz lичный данныйimizni kiritamiz. Bu yerga avtomatik rasm orqali qilsanglar ham bo'ladi yoki qo'lda yozib chiqsanglar ham bo'ladi. Rasm orqali qilmoqchi bo'lsanglar shunaqa narsa chiqadi. Bu yerdan shu ruxsatni bosib o'rasizlar. Bu yerda bizga kiritilgan narsalarimiz hammasi tugadi. Endi biz o'zimizni yuzimizni kameraga olish kerak. Buning uchun shu qismidagi shu bo'limga kiramiz. Kirganimizdan keyin shunaqa okno ochiladi. Shu tugmani bosamiz va bu o'zimizning yuzimizni skaner qilish uchun ruxsat so'raydi. OK tugmasini bosib olib, yuzimizni skaner qilamiz. Hammasidan yaxshi o'tganimizdan keyin biz bank kartasini qo'shsak bo'ladi. Ya'ni Visa kartani Alipayga ulab qo'yamiz. Buning uchun shu bosh sahifaga o'tib, shu tugmani bosamiz. Bu yerda bizda shunaqa okno ochiladi. Shu qismidan biz kartani qo'lda kiritsak bo'ladi raqamlarni yoki kartani skaner qilsak bo'ladi. Shu tugmani bossak, bizda shunaqa razрешение so'raydi. Bu yerdan shu tugmani bosamiz. Bosganimizdan keyin bizda kamera ochiladi va bank kartamizning rasmini to'g'rilab turib qo'yib olsak, avtomatik bank kartamizdagi hamma raqamlari programmaga ko'rinadi va OK tugmasini bosib olsak, bizda karta qo'shiladi. Alipay programmasi endi 100% to'liq registratsiyadan o'tdimmi yo'qmi deydiganlar uchun Alipay programmasini 100% to'liq registratsiyadan o'tganinglarni bilish uchun sizlar kiritgan programmaga telefon raqamingiz orqali kirdinglarmi yoki Google akkaunt orqali kirdinglarmi farqi yo'q. Kirgan yo'nalishingiz bo'yicha sizlarga SMS xabar keladi. O'sha SMS xabarda sizga o'tgan yoki o'tmaganligi to'g'risida ma'lumot beriladi. Mana menda ham keldi. Bu yerda hozir mana 100% men ro'yxatdan o'tibman. Agar sizlarga ham shunaqa SMS shunaqa yozuvda keladigan bo'lsa, sizlar ham 100% registratsiyadan o'tgan bo'lasizlar.